Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm yashayman. Shvetsiyaninki fuqarosi. Meningki dadam Hamid Abdurahmon va opam Sadat Povdon 2017-yili 1-oyning 27-kuni El oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan ochib ketilib, shu bo'zlik turmaga ochib ketib, ashada qonunsiz kishi tarbiyalashtirgan, undan keyin holat sud etib 5 yillik ham undan keyin yana yetarli bo'lmagan degan banolar bilan 18 yil kesib o'tgan. Men opam dadamninki o'rligi mustaqilligi uchun ozodligi uchun turmadan begunoh kesib ketganligi uchun men Xitoy hukumatiga qarshi Shvetsiya parlamentining oldi Shvetsiyaninki poytaxti Stokgolmga parlament binosining oldida yolg'iz kishilik namoyishimni qilyapman. Ham shundaqla namoyish qilish jarayonida men o'zimniki do'stlarim bilan fikrlashish, undan keyin cho'nglardan shu maslahat qilish orqali, undan keyin dars edish orqali o'zimniki siyosiy ideyamni kuchlantirib menyapman. O'zimniki mustaqilligi bo'lgan nishonimni ota-onamningki da'vosini qilish yo'lida tiklash uchun nima qilyapman? Shu yo'lda ketib o'tib, do'stlarning birga bizningki sepimizga qaytilib, hammasiningki bir yerga to'plashishningki umid qilaman. Ham muajiratdagi Uyg'ur qarindoshlarningki ko'zini ichishini, uxlab qolmasligini umid qilaman. Qarindoshlar, bizningki da'vorimizni Dunyo Uyg'ur qurultiyi yillardan bo'yi demokratiya qilamiz dedi, kishilik huquqni qilamiz dedi, avtonomni qilamiz dedi, hech narsani qilmadi. Bular o'ziningki Dunyo Uyg'ur salohiyat qurultiyidagi salohiyati bilanmi hech qanday kishilik organlarga o'zi usib ishni tip ichib kirolmaydi. Chunki bularni akiradigan har xil organlar bor. O'tganda bu Parat Yo'ronqosh shundaq videoda dedi, biz amdi texi o'zimizningki nomidan gap qilishni, amdi texi o'zimizningki nomidan shunda ish qilishni boshildiq deb. Mana 17 yil bo'lgan chaqda amdi texi mishaga keldi bular. Xo'sh, Xitoy demokratiyaga keldi deymiz. Demokratiya kelgandan keyin nima bo'ladi? Demokratiya kelgandan keyin Xitoyningki davlat ichida saylama bo'ladi. Xo'sh, Xitoy federatsiyalari keldi. Demokratiya keldi, bilet tashlaydi. Bilet tashlash uchun Sharq Turkistonni ishg'ol qilishninki ziminni yana qo'ldan bermaslik uchun bizning kampidagi emas, bizningki vatanimizdagi Uyg'urlarningki nüfusini 44%dan 40%gacha tushirib qo'yib, qolgan 10%ni osonlik qilib o'zlarinikini 50%ga tangshab ma'noda ketadi. U chaqda Uyg'ur qirilib ketadi. Demokratiyaga maqsang foydalanmaysa, kishilik huquq oqmaydi, avtonomni ko'rib baqding, baribir qirg'inchilik bo'ldi. Nega maqasan? Cho'ngapangni maqamsa, dangni maqamsa ya, mustaqillikni maqamsa, boshqa amal yo'q Uyg'urni qutqizdigan. Boshqa amal yo'q. Xitoy demokratiyaga bilet tashlaydi. Aqlsiz po'xaydigan cho'shqinin kuchiklari ishtamganlar. Bu ondan tayinli tamdan to'shigdan tushgan yetimxona cho'ng'agan darletamniki pachina yer cho'ng'a aramliqlar. Bilet tashlaydi, bilet tashlasa Uyg'urning yermi qirilib ketish kerak. Ham qirib etadi. 40% tushirib qo'ydi, 10% ni ozonlikdan qiladi, 50% ni o'zinikini qilib chiqdi. Ya'ni zimin Xitoyning qo'lida qolib qolaverdi. Sen haqda mushuncha siyosiy ong yo'qmi? Cho'shqamganlar. Norvegiyadagi Abdurashid bilan Aysha Musa sizlarga ochiq radiyam bayonot. Men o'tganda sen Abdurashid meni voy aramda kitning kuchki, voy andaq iliqi, andaq nimo deb og'zing deganni buzib bir to'qay yezib ketgansan. Ashchaqda meni tillab sen bir to'qay narsa yozganding. Menmi tilladim seni? Sen meni tillab voy Xitoyning odami kichikam qizvalni ashta deb, u bu deb sen Zumurtayning ish bilan ashta deb yozganding. Jalobning valisi anangning
bir nimasidan maynatchiklar eqib tushgan ko't. Mana bir hozir seni tillab olayin naq maydonda. Ko'rdingmi? Asranda beqib olgan o'gay qizingning qilishini, Londondagi bostotchi 1 milliondan 3 milliongacha men qog'oz yozibsa, shu to'g'rimi desa, laqva qizing yo savolni tushunamidi yoki qasddan shuni qildi. 5567 odam lagerda deydi. Dut jalapdan alsa, mana qizingdan so'ra, obdaraqa videoni qayta ko'r. Tushundingmi? Mana sana o'xshash, sen bag'o qara, Abdurashid. Seni hech kim bilmaydi, qara, bizning ota-onamiz turmada bo'lgan bilan manda tussiz sep chaqasi ismi bor, tussiz sepi bor, odamning balchaqasi biz. Tushundingmi? Voy, sen degan Norvegiyaga kelib, yillardan beri bir katman chopmay xotining bilan jidal qilib, Norvegiya xotin kishidan payshanba tilab yurgan deb aytding. Kitning olsa, chamadning so'rab o xotinnikiga, chamadning so'rab bu xotin dunyo uyg'urlikka kirib, azroq pul tepib, xotining O'rta-Osiyodagi inisi orqali top nimalarni opirdi, har qitim ketadi ashaqqa. Shuning orqali uchurlarni yo'tib, azroq bir beyg'ondan keyin xotin ishqining o'tirsida mehr muhabbat paydo bo'lib, ay bo'lishib, yurishibsa, qo'lingni tutishib, lavuzlashib, rasmga tushib u yerda dunyo uyg'ur qurultiyining podig'ini boshlab ko'tarib, sesib maynatchilik podoqlar hammasi bor. Qarindoshlar, ko'rdinglarmi? Mana dunyo uyg'ur oldin qitim bularninki yoshlarda ideya jihati tozalanish yo'q. Oldin qitim qilsa, ashuninki tap tatmay mavzudingning endi tamoq edi. Anang erkin tekasdan olamsa, erkin mong'ol ko'ra olamsa, yasayma qandig'ing bo'lsang, bir-birlab supurib tashlayma, qo'limda palon narsa bor meningki. G'ing qilamatsang ku, gajganga dastlab turib, quvonga tep turib ishiltimiz sendek ishitman kuchuklarni. Adam bo'lmaydi Allah. Ya lagerda 5567 degan san buning kallasi, bu 500 ming desinmi? Nima dey endi? 1 million desin nima dey? Bu butun son kelmay buning og'ziga 5567 degan opson turmasdan indin keldimi o'sam? Qanjoqninki? Mushundaqlarni munofiq degan tamg'ani besish kerak. Olmaslik kerak, tul qaldirish kerak. Bundaqlarninki Uyg'urdan bola topmaslik kerak. Qarindoshlar, vatan millatning shikayatcha ma kichik qizlar avu mavu demaymiz. Ne kichik qizlarimiz yetimxonlarda Xitoyninki zo'rlashlarga bosqinchilar uchun bunda qanjoqlar anangiz skayning bolalari. Bundaqlar degan nomus qilmay Uyg'ur deganni vash setyapti shu 80-yilda Deng Xiaoping ishlatishga ochgan chaqda, shu Sovetlar chegaralar ochilgan chaq tijorat qilgandak, hozir shu fursatni chin tutib turib, xoinlar dahshat tijorat qilyapti qarindoshlar. Tillamay qanday qilamiz? O'ylab beqinglar, lagerdagi, Londondagi bosh so'tchi og'zini sap beryapti 1 milliondan 3 milliongacha deb ma'ningda yozibsa qog'ozda. Sen boshdan qanday qaraysan desa, 5567 deydi. Bizning uyda 2 odam kirkatgan bo'lsa, Uyg'urninki 2 odam, u yana bir stavotida mening 19 odamim yo'q deydi, yana bir stavotida 20 odam kirkat, yana bir stavotida akam singillarim yo'q deyapsa, bu Uyg'ur qolmagan bo'lsa, bu qanda 5500. Qarindoshlar, endi men o'tganki videomga kelay. Men o'tganda degandim. Meshadiki men shu videomda degandim. Mushunda menga, mening akamga bir chatallik yezib, bizga Uyg'ur tarjimon kerak, Londondagi sotqa degan chaqda men mishaki Nijat akashga dedim, deb o'tganki videomda so'zildim. Shundami? Chatallik degan-chu, Uyg'ur deganni bilib bo'ldi. Hozir sen haq quvongni berishmayarki bir parlamentning a'zosiga, agarki ham bir parlamentniki desa, dunyo siyosati o'zgarish bo'lgan chaqda ular ketadi. Yana sen qolsa haqiqatchilar kelib seni urib tutib, quvongga tep tushirib, bexatarlik idoralar quvongga tep tushirib tutadi haqaysiqni. Tushunishdingmi? Men oldingi videolarimda men isbotsiz gap qilmayman. Men yolg'on gap qilmayman. Onundan keyin meni voy Zumrat so'ziltyapti, voy Zumrat so'ziltyapti, voy Dilyor so'ziltyapti. Zumrat adamga dadimni aytqinim rost, adam ishda qo'ldi aldandim desam, fikam sizning burungi chiroyingizga nurmi qolmabdi dedi. Dedim. Onundan keyin to'xtang fikam, men bir nim qilay dedi. Keldi Shvetsiyaga, ko'rishdik. Qo'limdagi bor narsani berdim, ko'rdi, angladi. Fikam oldiga chiqing, oldiga chiqmasangiz bo'lmaydi.
Ben sizni qo'llab-quvvatlayman, ben sizga ishonaman, dedi. Yordam berdi. Hozirgacha beryapti. Do'stlar orqali Amerikadagi yozdiganlar yozdi, Belgiyadagi yozdiganlar yozdi. Vaqtdan soat kelgan chog'da uydagilarning vaqt soat to'shqancha chiqdi, chiqmish turib inqilob qilamiz. Voy, u adamiz degandan-ki biznikilar o'xshash taqdirdosh. U adamizning dadasini qanchalik Xitoy qiynidi, oiladagilarni bo'lmasa degan burun bormidi, kim biladi shu zumratdagi adashni ashada Norvegiyada ichiga patmay chiqdi. Men qoyil. Çay oynamaydı, vitavalaqlık qilmaydi. Uyg'urning ishi kuyindi, axlat tungudan tamoq yeb yeyotgan balani qutqizib, shu balani namoz o'qiydigan olatlarga akab qo'ydi. Men ichimdan qoyil, hurmat qilaman. Kayniga kirib so'zlasam nim bo'pti? Yoki yana bir nima qilsam? Qilmagan gapim qolmadi, ayrim hollarda demagan tuhmatlaring qolmadi, urmagan, atmagan tashlaring qolmadi. Nima ish qila olding? Haq, amana haq. O'tganda men dedim-ku, bu tarjimonlarni chataqparligini bular biladi. Shuningga mening yer akamni izlabdi. Shuningga men bu yerda kim bilan qilsam birinchi qitimda Rahima degan tarjimonlik qildi, u naqshini etib satlashgandan keyin ikkinchi qitim kichiklar qo'ydi. Bu kichiklarni palapatash. Xitoy odam ishlatsa birinchi ota-onasini tutib chiqadi. Ota-onasi Xitoyga burun to'kib ko'rsatgan bo'lsa, mana bu Do'lqin Ayso deysizlar, bu Ro'shan Abbosning dadalari, bu Abbos oilasiniki hammasi kompartiyaning himoyasida cho'ng bo'lgan nimalar. Hammasi shularni o'qitib, tarbiyalab, olimlar, doktor yo'g'on qalpoqni kiygizib qo'yganlar. Aşılarning farzandlarini chiqarib shirkati ana 3-chi doktorxonadagi Reshitning valisi Dilshod Reshitga o'mushi toza qizilning birisi, qizil pochaqning dadisimi shu viloyat inqilobidagilarni qirib atgan shu cho'nglarni dori berib o'ltirganning valisi. Dedi-ku, nima degan gap emas, u sidoqachi degan gap, videosi turibdi uningki. To'g'ri deydi. Qaysi birisi o'tganda mana Turg'un Aloviddinmi dedim, xotining kayningni nima qilib chiqdi deb. Lavzubiylar sotdimi? Ashunda rasmga tushib, ashunda ijarishib, ashada "Avo, mattar" deganninki 5500 deb javob berganninki qarab yiqisha, qandaq so'zlayapti ekan, shu sotda ijarab kulib. Biznemisiga bir nima qo'ng'iz kirib qolgandek qilib. Ishning valar cho'shqamgan go'ylar. Ya vijdon degan narsa yo'q, qaysingda, sen haqda vijdon bo'lamda. Ya Abdurashid, men opam dadamning ish tutgan chaqda sen meni qanday tillading? Men Norvegiyaga bir kun olmay bir kun boraman. Va bayroqni mushtak kaltaknakka qo'ng'onga tiqib qurib chiqmas, bunanga tiqib burib chiqmas deb qo'yman, tushundingmi? Toshmamat bor Germaniyadagi aramli Xitoyning odami degan. Uning xotin bolasi va bo'ldi tagmafikam u bu. Sal ashunda ko'tirdi qurultayninkini u bu xotinning singlisi bilan parat yo'rinqashning bir mo'jishi shunga aralashmay Lataqilab tekshirdi, bo'lmasa German konsuliga berib, tutib etdim Toshmamat men senga deb qo'yasin ama. Onang bilan dadangni ko'zingda naqtir qildi, chiqsin do'ngaytib qo'ydim sening oldingda. Tushundingmi? Men unda oson bo'zak bo'ladigan tug'liq yoki bir odamga oson egiladigan yoki bir odamga unda nima qiladigan odam emas. Meni Shveysariyaga har qanday qilib bo'ladi. Men degan yaxshiga shunday yaxshi. Demaydigan ish qo'ng'amli qolmaydi, qolgan hamma mehr, muhabbat, do'stlik, og'indochilik, kerak o'z pul yordam hammani berib kelgan, qo'limdan kelish qilgan. Shu men degan unda bersam degan haq qo'shash 10 krondan 50 krondan bermayman men. Men 1000 dan 2000 dan beraman menda. Uyg'ur degani shunday qo'llab-quvvatlagan. Keyin nima bo'ldi? Adam hammani dedi. Saqam pul nim qildi ekansa, biz sen pul chiqarib bermaymiz. Bundan keyin hech yo'q unda ishlarni qilg'uchimma bizga bo'ladi ekan dedi. Hozir hech yo'q bermayman. Nimishga? Qaysing setib mushtaq qilib qo'ydim. Shundan hozir hech qanday ya'ni pul bilan ta'minlamayman, pul bilan qo'llamayman. Hatto Solih Xudo yarnami shu. Lekin meningda bir tempo so'rab baqqan yo'q. Men u balninki mustaqillik, pokizligi, oilasiniki isilligi, ibodatmanligi bir nuqtada tavranmay ish qilayotgan yerni mendan kichik bo'lsa hurmat qilaman. Men ashdan keyinda ayishib manaman. O'tga kirdingiz, o'tga kiraman, suvga kirdingiz, suvga kiraman. Men vatan uchun qilaman deb. Meningki ya balam yo'q, ya uyim yo'q, ya kalam yo'q, ota-onam turmada. Shuningda men ota-onamni qutuldirib chiqa olayman.
Shuningda vatandagi millatlarni ziminni qutuldira olamiz. Sen qurultaydagi bo'ylar adam bo'lamsa, men kichiklari. Shu ashunda gap qarindoshlar. Bugun mana bir şey atratdi, o'tayib qantim atratdi. Maktabdan uşaq bolalar maktabsal varan churunki, shu ma'tabrak o'tib tinch shaklda namoyish qilyapman. Boshqa gap so'zlar bo'lmasa, unda bo'lsa, Xudoyim amonat. Mana qarindoshlar ko'zinglarni yug'an ichinglar. Meni isbotni chiqarmay vat pasaraychi sayram o'g'lonninki unutilib qoldi. Zumratayning tamoq vaqasi unutilib ketdi. Bumi 2 kundan keyin unutilib ketadi. Men isbotni chiqarmay turib, mushunda o'ynayman. Jon yere kelgancha dunyo uyg'ur qurultaydi. Ka to'ydik biz. Chiqira bo'ldi degancha. Naq maydonga chaqirib akab, TVning yo'g'inni akab turib, do'stlarimni chaqirib akab, mush ishga aralashib, men bilan birga mangan adlarimiz, do'stlarimizni akab turib, tuqqanlarimni akab turib, ikki jamoatni yig'ib turib, TVda qo'yib turib, manda chiqaman. Sen qaq chiqa deganingni bir atal isbot chiqib bergan men adangni eramas aqasingninki. Isbotni chiqa deganlaringmi shu qurultayning qo'ngini yalaydigan, ko'tamchilik qiladigan, qurultayni aqlaydiganlaring ashunda qilsa, menga ishondiganlar, haqni ishondiganlar ko'rib, kallisinki aql süzgüchini o'tkazilganlar, hargiz isbotingni chiqarma demaydi. Opta qarindoshlar desa, menga yomon telefon kirib ketdi-ku. Qilayotganni ko'mayotgandikin. Optun desa, xudoyim, besetan aka.